Ichi to'la yong'oqli nachinka, usti qisir-qisir, ichi esa paxtadek momoqqina sariyog' ta'mli. Bunaqa mazali bulochkalarni tayyorlab ko'rmasangiz bo'lmaydi. Birinchi bo'lib papara tayyorlaymiz. Buning uchun idishga 250 ml suv, 4 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq vanilin shakari, 2 choy qoshiq quruq droji hamda 3-4 osh qoshiq un qo'shib, hammasini venchikda aralashtirib olishimiz kerak. Uni ustini yopib, papara ko'pirgunicha taxminan 20 daqiqaga issiq joyda qoldiramiz. Yaxshi ishlaydigan droji bilan paparamiz mana shunaqa ko'pirib chiqadi. Men doimgidek halol va ishonchli Bekir Dream drojasidan foydalandim. Paparaga 2 dona tuxum, 50 gram sariyog', yarim choy qoshiq tuz solib, hammasini aralashtiramiz. Endi elakdan oliy navli unni oz-ozdan o'tkazib, yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Doimgidek men ishonchli to'ron unidan foydalanaman. Xamir mana shunaqa ko'rganingizdek qo'lga yopishadiganroq bo'lishi kerak. Umumiy